Assalomu alaykum. Chimgan obunachilari, bugungi obzorimizda Chimganning ikkita bahaybat traktori haqida sizlar bilan gaplashib o'tamiz. Akalar, bugun sizlar bilan birinchi Chimgan 904 haqida gaplashib o'tamiz. Keyin bahaybat 180 talik traktorimiz haqida sizlarga ma'lumot beramiz. Qani boshladik. 904 traktorimiz. Endi sizlarga mayda-chuyda qilib o'tirmaymiz. Kerakli narsalarni aytib o'tamiz. Oldida protivovес ko'ryapsizlar, 11 ta tosh. Har bittasi 30 kilodan 330 kilo oldida protivovес toshi bor. Undan tashqari bu injektor emas, keyin turbo kompressorli emas. Apparat, oddiy apparat traktor. 90 watt kuchi. Mana oldi balonlarini ko'rishinglar mumkin. Nima sababdan ingichka degan savolga javob berib o'tamiz. Bu 60, 70, 76 agatlar orasiga bemalol tushishi uchun. Ekinlarni bosmasligi uchun. Oldi baloni 8.3 ga 24, orqa balon 14.9 ga 30. Endi motor qismiga o'tamiz akalar. 4 portion 90 watt kuchi. Undan tashqari mana solyarka ikkita filtrni tozalanib o'tadi. Maslinli filtr, hamma narsasi mavjud. Konditsioneri bor, ko'rib turganinglardek, akkumulyatori katta 120 ta amperlik. Undan tashqari mana bu tarafda inshalar va o'ziga yarasha zashnilar qo'yilgan. Endi sizlar bilan salon qismiga o'tamiz. Qani bismillah. Mana akalar, sizlar bilan salon qismiga ham chiqib oldik. Salon qismida ko'rib turganinglardek konditsioner, shtorka, ya'ni yozgi kunida quyoshdan saqlanish shtorkalari, undan tashqari yoritgich, salon yoritgich, magnitola, deflektor, tashbaqa quyon, hamma narsa mavjud. Keyin bu akalar reversli. Ya'ni endi o'zingizlar bilasizlar, katta texnikalar mexanika korobka kamdan kam bo'ladi, ko'proq hozir zamonaviy reversli traktorlarda. Undan tashqari mana hamma qulayliklar shu yerda joylashgan. Fara, yoqib o'chirish, avarinka, pavorotlar, signal, hamma shu yerda tablosi, matachas hammasi tablosida joylashgan. Bu yerda ruchnoy va vom qo'shilish, ulanish, oldi tortish, ya'ni oldini qo'shishlar. Bu yerda undan tashqari orqa naveskalarni ko'tarib tushirish, hamma rechaklari mavjud. Endi sizlar bilan orqa naveskani ko'rib o'tamiz, keyin 180 talik traktorimizni to'liq obzorini qilamiz. Endi sizlar bilan orqa qismini ko'rib o'tamiz, ya'ni naveska ko'tarib tushirish. Ko'rib turganinglarda bir taraflama 4 qatorli plug taqilgan bu traktorga. Undan tashqari aylanma plug 3 qatorligini bemalol ishlata oladi. Ichki bartavoy. Keyin yana bitta narsasini aytib o'tamiz. Korobka orqa most bitta va silindrlarniki baki отдельно. Silindr bilan korobkani orqa most hammasini yog'i bitta bo'lib ketmaydi. Hammasi отдельно. Ko'rib turganinglarda mana silindr, bosadigan silindrlari bor. Ko'rib turibsizlar, baquvvat ishlangan. Eni ham 2 sm. Nozik emas, ancha-munchaga sinmaydi. Vom oboroti 540 ga 1000. Bemalol ishlataverasizlar. Havo bachogi, ya'ni kompressor deymiz, kompressor bachogi, распределитель, hamma narsasi mavjud. Zamonaviy traktorda nima bo'lsa, shu narsalar mavjud. Bemalol olib ishlatsanglar bo'ladi. Xudo xolasa barakali traktor bo'ladi. Endi bu traktorimiz narxini aytib o'tamiz akalar. Bu traktorimiz mana 90 watt kuchli bo'lgani uchun narxi 24500 dollar edi. Agar shu yaqin kunlarda olaman desanglar 2000 dollar chegirma qilib beramiz. Ya'ni 22500 dollarga bemalol xarid qilishinglar mumkin. Xarid usullari, to'lov usullari, leasing, naqd pul, перечисление farqi yo'q. Hammasi bitta summada. 180 talik traktor obzor qilishdan oldin akalar, sizlardan iltimos Chimgan O'zbekiston hamda Chimgan O'zbekiston YouTube kanallarimizga, Telegram hamda YouTube kanallarimizga obuna bo'lishni unutmanglar, hamda layklarni yondirib tashlasanglar zo'r bo'lardi. Doim sizlar bilan yangi kelgan texnikalarni bo'lishib chiqamiz. Yangi kelgan texnikalarni o'tkazib yubormaslik uchun kolokolchika, qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ysanglar, video obzor qilgan kunimiz sizlarni bemalol ko'rishinglar mumkin. Endi 180 talikka o'tamiz. Ochilishi ham ko'rasizlar. Nomiga qo'lda tepib qo'ysanglar o'zi ochiladi. 180 watt kuchi, 6 portion injektor motor. Oldi orqa balon tortadi. Endi bu katta gektar, ya'ni 100 gektarlik atrofida yoki undan yuqori gektarlarga ishlanadigan traktor. Haydovlarga ko'proq.
Bu endi ekinlarga bo'lmaydi bu traktorimiz, ko'proq haydovlarga. Boshdan boshlaymiz, oldidan to'g'riroq boshlamiz, oldidan boshlaylik. 11 ta tosh, har bittasi 40 kilodan. 440 kilo oldidagi toshi bor. Undan tashqari massani ko'ryapsizlar. Akkumulyator qayerda deyishlar mumkin? Akkumulyator mana pastda joylashgan. Akkumulyator ham 120 amperlik. Ko'ryapsizlar, turbo kompressor, konditsioner, turbo kompressor radiatori hamda suv bilan sovutadigan radiatorlar hammasi mavjud. Ventilyator ko'ryapsizlar, bahaybatligini. Kichkina ventilyator emas. Balon razmerlariga birato'la aytib o'tdikman. Oldi balon 16.9 ga 28, orqa balonimiz esa 20.8 ga 38 balon bilan jihozlangan. Solyarka baki ikkala tarafda ham bor. Har bittasi 200 litrdan. Воздушный filtr deymiz. Havo filtri. Bemalol ichini mana oldinglarda ochib ko'raveramiz. Ko'ryapsizlar. Chiqadi. Bemalol havoda tozalab turib, yana обратно qo'l qo'yib ishlatib yursanglar bo'ladi. Yopib joyiga qo'l qo'ydik. Ko'ryapsizlar, filtr 3 ta, solyarka filtr. Endi bu solyarka tanlamaydi deb aytolmaymiz, qo'rqmasdan. Iloji boricha o'zi texnik o'zlik bo'lgandan keyin kichkina tavsiyamiz, yaxshiroq solyarka qo'ysangiz, o'sha yaxshiroq solyarkangiz ham 3 ta filtrdan tozalanib o'tib motorga boradi. Injektor, turbo kompressor, 6 portion. Hammasini aytib o'tdik. Endi akalar sizlar bilan salon qismini ko'ramiz. Qani, bismillah. Mana salon qismidamiz. Ko'rishinglar mumkin. Tepada lyuki bor, bemalol. Ikkita taraf kolonka, konditsioner, pechka, deflektorlar. Bemalol qulay, sideniyani ham prujinali. Masalan, endi dalada o'nqir-cho'nqir yo'llarda, bunday aytganda, qo'pol qilib aytganda, orqa og'rib ketmaydi. Maza qilib o'tirasizlar. Har doimgidek o'sha nima kerakli jihozlar hammasi bor. Skorosklar, revers, tashbaqa qo'ygan hammasi bitta joyda joylashgan. 1dan 4-skorsgacha. Orqa naveskalar ko'tarib tushiradigani, ko'ryapsizlar, qo'shimcha monitori bor. Bu monitorda orqada, hozir ko'rib o'tasizlar, orqada kamerasi bor. Zadniy vidni ko'rsanglar bo'ladi. Undan tashqari radiomi, nima eshitmoqchi bo'lsanglar yoki davleniyalarni shu monitor orqali bemalol ko'raverasizlar. Shtorkani etdik. Undan tashqari bu yerda qo'shimcha richaklari hammasi mavjud. Blokirovka, oldini qo'shish. Bunday aytganda, oyoq tegida xalaqit beradigan narsa yo'q. Ko'rib turganinglarda hamma narsasi o'zida. Va mana bunaqa o'zini kitobi bor komplektida. Kelinglar, xarid qilinglar. Xudo xolasa, kelgandan keyin bundan ortiqroq ma'lumotlarni beramiz. Endi orqa qismi, naveska qismini ko'rib o'tamiz akalar. Naveska qismiga keladigan bo'lsak, endi buni endi o'zingizlar baho berasizlar, qalinligini ko'ryapsizlar. 15 sm, eni ham 3 yo 4 sm. Boya kamera deganimdek, kamerani ko'rsatib o'tamiz. Mana kamerasi aka, zadniy vidni kamerasi. Распределитель, silindrlar ham ko'ryapsizlar. Nozik silindr emas, baquvvat silindrlar. Bu ham bartovoy, ichki bartovoy, ya'ni o'sha shifeng. Ikkalasi bitta zavod traktori. Ko'ryapsizlar, o'rta anaqasi, tiagasi, qalinligini, og'irligi ham bor ekan, bir 10 kilo ochami. Chileshga ulash. Undan tashqari mana vom oboroti bundan xuddi shu 540 ming. Mana boyagi ikkinchi bakni ko'rsatib o'tamiz akalar. Ikkala tarafda ham 200 litrli bak dedik. Mana ikkinchi bak. Solyarka baki. Kelgan endi rasxodiga keladigan bo'lsak, akalar, bu traktorimiz gektariga, ya'ni mini traktorga o'xshab soatiga hisoblanmaydi, bular gektariga hisoblanadi. Gektariga 15 litrdan 30 litrgacha yoqilg'i sarflaydi. Endi bu 15 litrdan deb boshlaganimiz sababi bir xilgi joylarda yengil nagruska bo'ladi, bir xilgi joylarda og'irroq nagruska bo'ladi. Og'irroq nagruskalargacha 30 litrgacha yoqilg'i sarflaydi.
Endi buni ham mana akalar sizlar bilan ko'rib chiqdik. Mana traktorimizni ko'rib o'zingizlar baho berishinglar mumkin. Buni narxiga keladigan bo'lsak, kutilmagan narx aytib o'taman. Hozir hech kim ishonmasligi mumkin. 186 kuchli bunaqa arzon traktorni hech qayerdan topa olmaysizlar. Narxi 520 million so'm. Kimga qiziq bo'lsa, kelib xarid qilishingiz mumkin. Buni ham to'lov usullari xuddi shu 96 kuchliligi bilan bir xil. Перечисление, naqd pul, lizing. Bemalol kelasizlar, xarid qilib olaverasizlar aka. Tekshirib olasizlar. Bizda garantiyalar hammasi bor. Garantiyalari xudo xolasa kelganingizdan keyin hammasi qog'ozda bo'ladi, tilda emas. Hammasi yozib beriladi, hammasi dokumentalli bo'ladi. Aloqaga chiqinglar, pastdagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Akalar, endi sizlar bilan shu ikkala traktorni test drive qilamiz, bitta haydab ko'ramiz. O'zingizlar baho berasizlar motor tovushiga, ishlashiga. 180 tadan boshlaylik. Boya 90 tadan obzori boshladik. Test drive 180 tadan boshlaymiz. Bismillah. Akalar, bu traktorimiz ham xuddi shu 2 kun oldin mini traktor obzor qiluvdik-ku. O'shanga o'xshab nuftani bosmagunizcha zavat bo'lmaydi. Ovozini eshitasizlar, yengil mashinaning ovozidek. Qani ketdi, boshladik biz. Skoroskga urdik. Bismillah deb boshlaymiz endi mana. Tortishini ko'ryapsizlar. Boshqarib bo'lmaydi buni, katta skorosda. Burib olamiz. Hop, 3 ga uramiz akalar. 3 ga urdik va qani bo'lmasa ket. Ko'ryapsizlar, tortishi, motorda ishlashini eshityapsizlar. Akalar, kimga qiziq bo'lsa bemalol o'sha pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasi kelganingizdan keyin ham o'zingizlar bemalol test drive qilib haydab ko'rish imkoniga ega bo'lasizlar. O'zingizlar ham tekshirib olaverasizlar bemalol. Endi 90 talikka o'tamiz. 90 talik massasini qo'shib olamiz. Kapotni topib qo'yamiz. Hani bismillah deb buni ham boshladik bo'lmasa. Sizlar bilan birga. Bu ham xuddi shu mana ko'rib turibsizlar. Nuftani bosmaguncha mana zavat bo'lmaydi. Hani buni ham boshladik. Hozir birinchi o'chir orqani ko'rasizlar, naveskani ko'tarib olaman. Naveskani ko'tardik. İkinci skoroskga urdik. Panijinni ham mana endi bu yoqqa o'tkazamiz. Endi bunda orqada naveska bo'lgani uchun sekin yo'l-yo'lga qarab harakatlanaman. 180 taga o'xshab bosib yura olmaymiz. Qayta qolamiz. Orqaga qarab albatta, chunki bunda plug taqilgan. Plugimiz ham kalta emas.
Ikkala traktorimiz ham bir-birini endi chaqqon. Ikkala traktorlar ham bir-biridan chaqqon traktorlar bemalol kelib xarid qilishinglar mumkin. Shartlari o'sha aytib o'tganimizdek 3 xil to'lov. Lizing, перечисление hamda naqd pul. Ikkala traktorimizni obzor qildik. Endi sizlarga qisqacha ma'lumot o'sha har doimgidek Chimgan O'zbekiston Telegram hamda Chimgan O'zbekiston YouTube kanaliga obuna bo'linglar. Sizlar bilan yangi traktorlarni doim bo'lishib boramiz. Sog' bo'lasizlar.